Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Immunoterapiya haqida eng ko'p berilgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Ya'ni o'sha jonli efirimizdan keyin juda ko'p murojaatlar kelib tushdi. Ya'ni ayniqsa bemorlar va yaqinlaridan immunobioterapiya qancha vaqt davom etadi va narxi qancha degan savollarni ko'p berishdi. Immunobioterapiya standart bir xil kurs emas. Har bir bemorning holati o'ziga xos bo'lgani sababli davolash rejasi ham individual tarzda belgilanadi. Davomiylikka keladigan bo'lsak, immunobioterapiya kursi aniq belgilangan bir xil muddatga emas. U bir necha oy davom etishi mumkin. Narx masalasi esa narx ham bir xil bo'lmaydi. Bemorlar uchun turlicha bo'ladi. Bu qo'llaniladigan preparatlar, kurs davomiyligi va qo'shimcha tekshiruvlarga bog'liq hisoblanadi. Eng muhimi, immunobioterapiya bu shaxsiy yondashuv talab qiladigan zamonaviy davolash usuli. O'simtani borib ildiziga ta'sir o'tkazib, uni quritish vazifasini yon ta'sirsiz va xavfsiz ekanligi ham isbotlangan. Agar sizda savollar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizning holatingizga mos yechimni birgalikda topamiz. Sog'ligingiz bizning eng katta qadriyatimiz hisoblanadi.